25 ming dollar pul to'lab, Uriksor rezidensiya joylashgan 2 xonali yangi kvartiraga ega bo'lishingiz mumkin. Video davomida hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Ko'rib turganingizdek, Yevro remontdan chiqqan mebel texnikalari mavjud. 2 xonali umumiy kvadraturasi bo'lsa, 60 kvadraturani tashkil qiladi. Qavatlar soni 16 qavat tashkil qilib, kvartiramizda 13-qavatda joylashgan. Bu oshxonamizda o'zini shunaqa stroyli mebel va texnikalari bilan birgalikda. Xo'p, endi to'lovlarni tushuntirib o'tsam, boshiga 25 ming dollar pul to'lab, oylik to'lovlari mavjud bo'ladi. Video telefon orqali hamma ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Razdelniy sanuzeli mavjud. Zal, oshxona va yotoqxonamiz mavjud. Yosh oilalar uchun idealniy variant o'rtoqlar. Xo'p, uy to'g'risidagi ma'lumotlarni qaytarib o'taman. Uriksor rezidensiyada joylashgan 2 xonali 60 kvadraturaga ega mebel texnikalari bilan 25 ming dollar boshiga to'lab va oylik to'lovlari mavjud albatta. Umumiy kvadratura 60 kvadratura, mebel texnikalari bilan 2 xonali. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.